Abdulloh ibn Umar aytadilar: "Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamning shunday deganlarini eshitganman." Rasululloh hikoya qiladilar: "Sizlardan avvalgi ummat kishilarining ichida 3 tasi yo'lga tushdi. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awaw al-mabit ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sahratu min al-jabal fasaddat alayhimul ghar." Sizlardan avvalgi ummat kishilaridan 3 tasi yo'lga tushdilar. Tunashlik uchun bir g'orga kirishdi. Tog'ning ustidan bir tosh qimirlab tushdi-da, g'orni og'zini to'sib qo'ydi. 3 kishi g'orning ichida qolib ketishdi. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sahrati illa an tad'ulloha bi solihi a'malikum. Ular bir-birlariga qarab, sizlarni bu toshdan qilgan solih amallaringizni o'rtaga qo'yib, Alloh azza va jallaga duo qilishingizdan boshqa narsa qutqarmaydi. Savobli amallarni eslanglar, Alloh uchun qilgan bo'lsanglar, shuni o'rtaga qo'yib Allohdan duo qilib so'ranglar, shundan boshqa narsa sizlarni qutqarmaydi. Haqiqatan Allohdan boshqaga yig'laydigan holat emas. Allohdan boshqadan umid yo'q. Biror inson ularni kelganini bilmaydi, biror inson ularga yordamga kelmaydi. Faqala rajulun minhum Allohumma kana li abawan shaykhan kabiran va kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan va la mala. Ulardan biri Alloh uchun xolis qilgan ishini eslab aytadi: "Meni yoshi ulug' ota-onam bor edi. Men ularga kechki taomni bermasimdan avval na oilam, farzandlarimga ham bermas edim, na hayvonlarim, chorvalarimga ham qaramas edim." Ya'ni shuni bir ota-onasiga birrul voiladaynda bir chiroyli bo'lib turgan kishi shu ishni aytib beryapti. Ota-onamni qornini to'g'izmay turib, bola chaqamga ham qaramas edim, hayvonlarimga ham qaramas edim. Kunlarning birida bir narsani talabida yurib, kech qoldim. Ular uxlab qolganlarida keldim. Kelib, ana shu hayvonini sog'ib, sutni olib, ota-onasining oldiga olib keldim. U kishi aytadi: "Ularga mana shu sutni berishlikdan avval oila a'zolarimga taom berishini xohlamadim. Qo'limda idishim bilan, qo'limdagi sut bilan ularni uyg'onishini kutdim. Tong otgunga qadar. Tong otdi, ular uyg'onishdi, ichdi. Endi mana shu odam duo qilyapti. Parvardigor, agar men bu amalni sening roziliging uchun qilgan bo'lsam, bas bu toshdan bizga yetgan narsani ko'targin, yengil qilgin" dedi. Alloh taolo bu kishining duosini ijobat qildi. Tosh bir oz jildi, ammo chiqib ketisha olmaydi. So'ngra ikkinchisi aytdi. Qola Nabiy sallallohu alayhi vasallam va qolal oxir Allohumma kanat li bintu ammi kanat ahabbun nasi ilayya. Payg'ambarimiz davom etib aytadilar, ana shu g'ordagi 3 kishini ikkinchisi gapirdi. Meni amakimning bir qizi bor edi. U men uchun odamlarning eng sevimlisi edi. Juda yaxshi ko'rar ekan qattiq. U bilan yolg'iz qolishni xohlar edim. U esa bosh tortar edi. Mana shunday holda yillar o'tdi. Kunlarning birida u ana shu qiz meni oldimga keldi. Menga o'zidan imkon berishi uchun unga 120 dinor oltin berdim. 120 dinor oltin berdim, menga o'zidan imkon berishi uchun. U rozi bo'ldi. Pulni berdi, u rozi bo'ldi. Uning ustida unga qodir bo'lgan vaqtimda u menga qarab, "O'zlikni haqqini ado qilmaguningcha senga halol bo'lmayman" dedi. Ya'ni Allohdan qo'rqin dedi. Nikohlanmaguningcha halol bo'lmayman men senga dedi. Unga qodir bo'lib turgan holimda, men uchun u eng suyukli kishi bo'lib turgan holimda uni tark qildim, uzoqlashdim. Unga bergan oltinlarni tark qildim. Parvardigor, agar bu ishni, bu amalni sening roziliging uchun qilgan bo'lsam, bas bu toshdan bizga yetgan narsani ko'targin, yengil qilgin dedi. Tosh yana bir oz surildi, ochildi, ammo chiqib ketishlikka imkoniyat yo'q. E'tibor bering, ikkalasi qilgan savobli amalini xolis Alloh uchun qilganligini isbotini Allohdan so'rab, xolis qilgan bo'lsak, toshni jildirib bergan dedi, xolis qilishgan ekan. Tosh surildi.
Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam va qala al-thalithu Allohumma inni istajartu ujara fa a'taytuhum ajrahum ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu. Ularning uchinchisi shunday dedi. Men ishchilarni yollab ishlatar edim, ishlarni bitirgandan keyin xizmat haqlarini berar edim. Faqat bir kishi ishlab pulini olmasdan ketdi. Men uni haqqini tijoratga kirgizdim, aylantirib ko'paytirdim. Ya'ni qolib ketgan omonat pulni tashab qo'ymasdan bir chekkaga ishlatib olmasdan tijoratiga aralashtirdida bir qancha vaqt o'tgandan keyin bu ozgina xizmat haqqi katta bir dunyo, katta bir boylikka aylandi. Bir qancha vaqt o'tdi, haligi ishlab haqqini olmay ketgan odam boyaga kishining oldiga kelib, "Ey Abdulloh, meni haqqimni ber" dedi. Men unga sen ko'rib turgan mana bu tuyalar, sigirlar, qo'ylar va qullar seniki dedim. U, "Ey Abdulloh, meni masala qilma" dedi. Men masala qilayotganim yo'q dedim. Bas u ularning hammasini olib, ulardan biror narsani qoldirmasdan haydab ketdi. Endi uchinchi odam mana shu amalini o'rtaga qo'yib Allohdan so'rayapti. Parvardigor, agar men bu amalni seni roziliging uchun qilgan bo'lsam, bas bu toshdan bizga yetgan narsani ko'targin, yengil qiyin deb duo qildi. Tosh yana surildi, chiqib ketishga imkon bo'ldi, uchalasi chiqib ketdi. Mana bugun Ramazonning birinchi kechasida o'tiribmiz, mana shu taravihga kelishligimiz, mana shu qiyomul laylarda turishligimiz, xatmi Qur'onlarga quloq solishligimizdan maqsad nima ekanligi, nima bo'lish kerakligini tushunib olaylik. Uchala odam Alloh uchun qilgan edi, Alloh uchun qilingan xolis amali nafaqat oxiratda mukofotini berdi, balki dunyoda ham samarasini ko'rdi. Shuning uchun Allohning roziligiga ko'zlab qilingan har bitta ish insonni ikki dunyoda saodatga yetaklaydi. Oddiy misol, zakot berasiz, Allohning roziligi uchun molingiz omonda, barakat bo'ladi. Ichidagi aralashib qo'ygan harom xarish bo'lsa tozalanib ketadi. Roza tutasiz Alloh uchun, salomat yurasiz va boshqa shunga o'xshagan amallar. Mana endi hadisdan olinadigan xulosalar. Alloh taoloni yengil kunimizda ko'proq eslasak, Alloh taoloni yengil, qulay, farovon kunlarimizda eslasak, Alloh azza va jalla siz bilan bizni qiynalgan kunlarimizda eslaydi. Mana misol, uchalasi yengil, farovon, zo'r bo'lgan kunlarida Allohning hukmidan chiqmadi. Allohning itoatida turuvdi. Bularga yordam kerak bo'lganda, bular juda bir muhtoj bo'lgan paytda Alloh taoloning nusratiga Alloh yordam berdi. Musa alayhissalom 600 ming yahudiyni Misrdan olib chiqib ketib dengizga borib taqalganda Firavun ko'rindi. Hamma aytdi. Musa bilan bo'lgan hamma odam inna la mudrakun, bo'ldi yetib kelishdi. Qirilib ketamiz deganida kalla dedi. Inna robbi ma'i sayahdin. Yo'q. Robbim men bilan dedi. Albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Alloh nima dedi? Asoyingiz bilan dengizni uring dedi. Dengizga urdi, dengiz yorildi. Ular kutmagan joydan Alloh taolo yengillik berdi. Birodarlar, yengil, sog'lom, cho'ntagimiz yaxshi bo'lib turgan, salomatligimiz zo'r bo'lib turgan tinch paytimizda Allohni esdan chiqarmaylik-da. Alloh bizni qiylangan kunimizda esdan chiqardi. Mana dalili. Uchalasini Alloh taolo qiylangan holida tashlab qo'ygani yo'q. Ikkinchidan, ota-onaga yaxshilik qilishlik ulug' ibodat, zinodan tiyishlik ulug' ibodat, omonatni egasiga berishlik ulug' ibodat. Shunga o'xshagan ibodatlarni qilib Alloh taologa duo qilishlik joizligi shundan ma'lum bo'ladi. Savobli ish qilib turib, orqasidan Allohdan bir mukofot so'rashlik mumkin ekan. Gunoh, ma'siyat qilib turib unga baxt tilash, iyilik tilash emas. Harom harish o'shuncha, erkak ayol aralashgan yalang'och o'shuncha, yana hali yangi qurilayotgan oilaga baxt tilab qo'yishadi. Bu yangi kema, hayot dengiziga tushiryapmiz, yangi oilani kemaga o'xshatamiz deyapti, o'zi kemani tagidan shunday teshib turib tushiryapti. Bu hech qachon bo'ladi, tilagi bo'lmaydi. Har safar aytaman, hozir ham aytib qo'yaman. 200 so'm bersam bo'ladimi domlaga deydi. Qayerda? Ko'p aytaman bu gapni, yana aytaman. 200 so'm bersam bo'ladimi domlaga deydi.
Birodar, bitta limuzinga berganingizni yarmini bersangiz bo'ladi. Shuncha beradim domlaga. Yo'q, domlamga arzimaydi. O'zi domla kelmasa to'yim to'ymas edi. Asosiy ishni kim qilar edi? Ikkita harom odamni bir-biriga halol qiladigan kim edi? Menimcha shuchi, bu yerdan qirqib tashlayman. Shu 200 so'mlik nikoh bo'layotganing uchun ko'p ajrashib ketyaptimi deyman-da. Endi bu sizlarga bir kuldirish uchun aytdim. Domla pul olmasam nikoh o'qib qo'ysa bo'laveradi. Faqat qavmni ana shu yoshlarni domlalarga bo'lgan munosabatini ko'rib qo'ying. Uyini shaytonga, fahshga, ma'siyatga to'ldiradiganlarga aytganini beradi. Domla jonivor kutib turadi 1 soat. Domla turib turing hozir deydi. Hali ishtonchilar qiljin-qiljin qilib bir-birini ajratadi, pulga ungacha domla kutib turadi. 200 so'm bersa bo'ladi domla. 3-dan inson yaxshi odamlar bilan hamsuhbat bo'lsa, doim yaxshilikka yo'lashadi. Yoningizdagi ulfatlaringiz yaxshi bo'lsa, boshingizga qiyin kun kelganda Allohga ishora qilishadi, Allohga yig'la deydi. Qiylangan paytingizda Allohni eslatadi, Allohga yig'la deydi. Mana bu uchala kishi yaxshi inson, solih bandalarida musibatga tushib qolgan paytda nima deydi? Endi birorta bir qilgan savob amallar bo'lsa, shuni o'rtaga qo'yib Allohga duo qilishdan boshqa chora yo'q dedi. Kimga telefon qilsa ekan demayapti. Nima qilsa ekan demayapti. Kimni eslatishyapti bir-biriga? Boshiga musibat tushganda dindor odam, musulmon odam odamlarga faqat Allohga tavakkal qiling-da, Allohga duo qiling-da, Alloh o'zi biladi qana qilib hal qilishni deydi. Ibrohim alayhisalom o'tga g'itishganida kuydirish kerak bo'lgan o't Ibrohim alayhisalomni kuydirmadi. Chunki Jibril kelib, "Alaka haja ya Ibrohim" uchib ketyapti havoda, o'tga tushgan. "Ey Ibrohim, menga hojatingiz bormi?" desa, "Sizgami?" deyapti. Sizgami? Jibril birodarlar. Sizga hojatim yo'q. Ammo Parvardigarimga ehtiyojim bor. Ammo Robbimga aytishlikda hojati yo'q dedi. Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Biz aytdik deydi Alloh. Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'l. Demak, yaxshi odamlar bilan hamroh bo'lsak, yaxshi odamlar bilan birga bo'lsak, bizni faqat yaxshilikka qarab yetaylik. 4-dan ota-onaga qilingan yaxshilik ukalar, xotin bola-chaqaga qilgan yaxshilikdan ko'ra savob ulug' bo'ladi. Chunki xotin bola-chaqa yoningizda siz bilan, ota-ona g'animat. Ketgandan keyin voh qilib, yil qilib ehson qilishdan ko'ra borida bitta telefon bilan xursand qilib qo'yish kerak. Qo'ng'iroq chalib. Borida ikkita nom bilan quruq borib bo'lsa ham yaxshi o'tiribsizmi deb ziyorat qilishlik bo'ladi, rozi qilishlik kerak. Xotin bola-chaqa qilgan ajr qilgan muruvvatimizdan topgan savobdan ko'ra ota-onaga qilingan savobda ajr ulug'ligi. 5-dan agar amal xolis Alloh uchun bo'lgan bo'lsa, faqat shundagina qabul qilinadi. Har qancha amal katta bo'lmasin, agar Alloh uchun bo'lmasa, boshqa narsalar ham aralashib qolsa niyatga, bu amal qabul bo'lmaydi. 6-dan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh unga undan ko'ra yaxshiroq narsani beradi. Boyagi yigit 120 dinar oltinni berib turib, Alloh uchun tark qildi zinoni. Alloh taolo undan ko'ra kattaroq xayriyatni berdi. Boyagi musibatdan qutqardi. 7-dan omonatni ado qilishlikni savobi shunday ulug' bo'ladi. Alloh taolo mana shu kishining qilgan duosi tufayli toshni jildirdi. Bu hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Sahih Buxoriyda keltiriladi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "G'aza nabiyyun minal anbiya'i faqala liqawmi." Bir nabiylardan bo'lgan bir nabiy, anbiyolardan biri o'zining qavmi bilan Alloh yo'lida g'azot qildi. O'zining qavmiga shunday dedi: "La yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabin biha." Nikohlanib, ammo hali ayoliga yaqinlik qilmagan biron kishi ham wala ahadun bana buyutan wa lam yarfa suqufaha, uy qurib hali tomini ko'tarmagan biron kishi ham wala ahadun ishtara g'anaman aw hilfatin wa huwa yantadiru wiladaha,
va qo'y yoki tuya sotib olib, uni tug'ilishini kutayotgan biron kishi ham menga ergashmasin. Ya'ni g'azotga chiqib ketar ekan bu payg'ambar, hadislarning sharhida keltiriladi, bu payg'ambar Yusha ibn Nun alayhissalom. Musa alayhissalomning vafotidan keyin Banu Isroilning ishini boshqargan payg'ambar Yusha ibn Nun. Baytul Maqdisni Amalik qabilalaridan qaytarib olishlik uchun Banu Isroilga jang qilib borganligi haqida mana shu hadis aytilinadi. Men bilan mana shu g'azotga ketayotganlar ichida nikohlanib, lekin hali ayoli yaqinlik qilib ulgurmagan bo'lsa, bu odam erchimasin. Yana bir odam erchimasinki, uy solgan, bitkizmagan, tomini yopmagan. Bu odam ham menga erchimasin. Hamda bir odam erchimasinki, hayvon sotib olgan, bugun tug'adi, ertaga tug'adi deb kutib turibdi. Mana shu odam ham menga erchimasin dedi. Faghaza fadana min al-qaryati aw qariba min zalik. Ana shu nabiy jang qilib shaharga yaqinlashdi. Bu kishi yaqinlashgan paytda asr vaqti bo'lib qoldi. Mana Banu Isroilni shariatiga ko'ra, ular juma kuni ishlaydi, shanba kuni biron bir ish qilmaydi. Shanba yahudlarning bayrami, dam olish kuni. Yahudlarning bayrami shanba kunidir. Endi bu jang qilib, g'alaba yaqin bo'lib, shaharni qo'lga kiritishga yaqin bo'lgan vaqt juma kunida asr vaqtida bo'ldi. Juma kuni asr vaqtiga borganda g'alaba ko'rinib qoldi. Agar kun botib ketadigan bo'lsa, shanba kelib qoladi. Bu yahudlar Banu Isroil jang qilmasdan to'xtashligi kerak. G'alaba ham bekorga chiqib ketadi. Shunda bu payg'ambar quyoshga qarab turib, botib ketayotgan quyoshga qarab turib, innaki ma'muratun va ana ma'mur. Sen ham ma'mursan, buyurilgansan botishlikka. Men ham ma'murman shu jangni qilishlikka. Allohumma mahbisha alayna. Parvardigor uni biz uchun to'xtatib bergin dedi. Va Alloh taolo mana shu payg'ambarning duosini ijobat qildi, quyosh botmay to'xtab turdi. To shaharni egallab, tamomiy mana shu payg'ambarning qo'l ostiga qo'l hukmiga o'tguniga qadar quyosh botmay turdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, albatta quyosh biron bir kimsa uchun to'xtatilgan emas, faqatgina Yusha uchun Baytul Maqdis tomonga qarab yurgan kunlarda to'xtatilgan dedi. Shunday qilib Alloh taoloning mo'jizasi bilan bu payg'ambar shaharni qo'lga kiritdi. Endi siz bilan bizni shariatimizda jangda tushgan o'ljalar halol qilindi. Ammo avvalgi ummatlarda janglarda tushgan o'ljalar, ular to'plagan, ularning qo'liga tushgan o'lja bir olov kelar edi, uni kuydirib tashlardi. Bu payg'ambarning shariatida ham mana shunday edi. G'animalarni to'plashda birortasiga halolmas olishlik, uni o'rtaga olib kelib qo'yishadi, Alloh tomonidan bir olov keladi, kuydirib ketadi. Qobil va Xobil qissasiga qaraydigan bo'lsak, birodarlar, ikkala aka-ukaga qurbonlik qilishlik buyurilgan edi. Ikkala aka-uka qurbonlikni olib kelib qo'ydi. Ukasi Xobilning qurbonligini bir olov kelib kuydirib yo'q qildi, Qobilnikini esa kuydirmadi. Mana shu hasadi sababli ukasini qatl qilgan edi. Demak, avvalgi ummatlarda mana shu o't kelib kuydirib ketar edi, o'ljasini yoki qurbonligini. Ular g'animalarni to'plab qo'yishdi, o't kuydirib yeb ketishligi uchun, ammo biror narsani o't kuydirmadi, o't tegmadi. Shunda payg'ambar ularga qarab, infikum ghalulan falyubayni kullu min kulli qabilatin rajulun. Ichingizda g'animadan o'g'irlagan odamlar bor ekan. Har bir qabiladan bitta odam kelib menga bay'at bersin dedi. Shunda qavmlardan ana shu har bitta qabiladan bitta odam keldida payg'ambarning qo'liga qo'lini qo'yib bay'at berdi. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Ana shu bay'at bergan kishilardan bittasini qo'li bu nabiyning qo'liga yopishib qoldi. Faqol fikum ghalul. O'g'ri sizlardan ekan dedi. G'animani o'g'irlab olgan odam sizlardan ekan. Faltuba ya'ni qabilatuk. Sizni qabilangiz dedi, qo'li yopishib qolgan odamga hammasi kelib menga bay'at bersin dedi. Shunday qilib mana shu hozir qo'li yopishib qolgan kishining qabilasidan bo'lgan hamma kelib nabiyga qo'liga qo'lini qo'yib bay'at berdi. Falaziqat yadu rajulayni aw thalathatin biyadihi. Faqal fikumul ghalul.
ikkita yoki uchta odamning qo'li payg'ambarning qo'liga kelib yopishib qoldi. O'g'rilik sizlarda ekan dedi. Sizlar o'g'irlabsizlar g'animadan dedi. Shunda ana shu o'g'rilik qilgan kishilar sigirni boshida keladigan bir bosh oltinni olib yerga qo'yishdi. Favazauha faja'atin-nar fakalatha. Ana shu oltinni ham olib kelib qo'yganlaridan keyin olov keldida bu g'animalarning hammasini kuydirib tashladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Summa ahallallohu lanal g'anaima va ra'a dha'fana va ajzana fa ahallaha lana." So'ngra Alloh taolo bizlarga dedi payg'ambarimiz ummati Muhammadga g'animalarni halol qildi. Bizning zaifligimiz va ojizligimizni ko'rib g'animalarni bizga halol qildi. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ummatidan boshqa hamma ummatlarga jangda tushgan o'ljalar halol bo'lgan emas. Endi bundan qanday xulosalar olinadi? Hadisda avvalida quloqlarga bir ajib tuyulgan bo'lsa kerak. Uylanib, nikohlanib, lekin ayoliga yaqinlik qilmagan, tom solib, hali yopib tugatmagan, hayvon sotib olgan, tug'ishini kutib turgan odam menga erchimasin dedi. Nima uchun? Chunki Alloh uchun qilinadigan bu jangda, Alloh uchun qilinayotgan ibodatda insonni chalg'itadigan ishlar bo'lmasligi kerak. Yo butmagan uy kallada bo'lmasligi kerak g'ami. Hayvon nima bo'ldi ekan deb turib, g'am bilan turadigan bo'lsa, inson ibodatni xolis qila olmaydi, birodarlar. Payg'ambar o'zini qavmini qalbi faqat Alloh bilan ovora bo'lishligi kerakligini mana shu so'zi bilan bayon qildi. Demak, Alloh taoloning ibodatida inson turganda qalbi, hayoli, fikri chalg'imasligi kerak. Ha, unda tomni tutkizmasdan turib namoz o'qish kerak emas ekanda degan xulosa kelmasin. Aksincha, musulmon odam agar qalbini Allohga topshirsa, Alloh taolo hamma g'am tashvishini zimmasiga olishini va'da bergan. Alloh aytadi: "Ya ibn Adam, tafarrag ibadati." Siz bilan bizga aytayapti, ey odam bolasi, qalbingni menga bo'shat. Qalbingni menga bo'shat, ko'ksingga rozilik degan boylikni beraman. Qo'lingga barakot beraman. Agar unday qilmaydigan bo'lsang, qalbingga norozilikni beraman. Qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman. Hech qachon bir ikki olmaydi bu odam. Qalbni Allohga topshirsak, bitta g'am. Allohning qulchiligini zo'r qilishlik g'amini zimmamizga olsak, boshqa hamma g'amimizni Alloh azza va jalla o'zining zimmasiga oladi. Ayyub alayhisalomni eslamaymizmi? Hamma yo'qona qo'ydi Alloh taolo. 7 o'g'il, 7 ta qizini. Hamma xotinlari ketib qoldi bittadan tashqari. Alloh taolo sog'ligini olib qo'ydi, hurmatini olib qo'ydi. G'am Alloh bo'ldi. Ketib qoldi bulim, qanaqa qilib sog' bo'laman, qanaqa qilsa meni hurmatimni topaman deb birortasini g'am qilmadi. Tili faqat zikrda bo'ldi. 18 yil xotini ko'tarib yurdi. Biror marta bu narsani tashvishini qilmadi. Endi Alloh taoloning marhamati qanday bo'ldi? Hamma g'amini Alloh o'zining zimmasiga oldi. O'rko'z berishlik, oyog'ini yerga urdi, suv chiqdi. Hada muhtasalun baridun va sharob. Bu ichiladigan va yuviniladigan suv dedi. Ichdi, ichidagi dardi ketdi. Yuvindi, ustidagi dardi ketdi. Va Alloh taolo u kishining ustiga boyligini qarang, qanaqa qaytarib berdi. Rijli jarob. Chigitkani ko'rgansizlar, osmon to'lib uchishdi. Ana shu bir dunyo chigitga keldi, yerga hammasi to'kildi. Har bittasi oltindan edi. Oltinni shuni yig'ib oldi, boyligi ham, sog'ligi ham, yoshligi ham, hurmati ham bir vaqtda qaytdi. Ukalar, Allohning g'amini birinchi o'ringa qo'yayliklar, ishonaveringlar. Qolgan g'aminglar Alloh taoloning zimmasiga bo'ladi. Payg'ambar shuni deyapti. Allohning g'ami bilan, Allohning ibodatini, qulchiligini g'ami bilan yur. Alloh taolo g'alaba beradi har bir holatda. Birodarlar, siz bilan bizni ustimizda qanday bir buyruq va qaytarg'ilarni bilishimiz lozim bo'lsa, shariatimiz siz bilan bizga bildirildi. Har bitta nafs o'zi uchun taqdirda peshonasida yozilgan narsadan oshiqcha narsani olmaydi, kamini ham olmaydi. Peshonasiga yozilgan narsani hammasini ko'rmagunicha ajali kelmaydi. Ammo inson peshonasiga yozilgan narsani olishligi o'zini ozgina harakatiga bog'liq. Ozgina harakatiga bog'liq va Alloh taoloning doimiy toatida turishiga bog'liq. Ozgina mehnat qilamiz, Allohning qulchiligini zo'r qilamiz, g'am qilmaymiz. Bir
Allohning valilaridan o'zini qilgan nasihati bor ekan, o'zini o'g'liga qilgan nasihati taqvo deydi bu kishi. 3 ta narsada ko'rinadi. Diqqat qilaylik. Kelmagan narsani chiroyli tavakkul bilan kutish. Orzu qilyapsiz, yetay deyapsiz, boray olay deyapsiz, g'am qilyapsiz. Kelmagan narsani tavakkalga topshirib qo'yishlik bilan. Tavakkal Alloh beradi. Bu yo'q Allohga tavakkal. Kelgan narsaga rozilik bilan qabul qilinsa. Keladigan narsaga tavakkal qilish, kelgan narsaga rozi bo'lish, o'tib ketgan narsaga sabr qilish. Shuning uchun Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi, qaysi holatda tong ottiraman, menga farqi yo'q deydi. Menga yoqadigan holat bo'ladimi, yoqmaydigan holat bo'ladimi, farqi yo'q deydi. Chunki men bilmayman-da, men uchun yaxshilik menga yoqadigan kundami yoki menga yoqmaydigan kundami? Uni kim biladi? Demak, birinchi olinadigan xulosa, Allohning qulchiligini qilayotgan odam qalbi faqat Alloh bilan ovora bo'lishligi kerak. Ikkinchidan, avvalgi ummatlarning barchalariga g'anima halol bo'lmagan edi. Ularning g'animalarini o't kelib kuydirib ketadi. Ikkinchidan, Alloh taolo faqat pokiza narsani qabul qiladi, birodarlar. Mana boyaga g'anima tushdi, halol edi. Lekin ikkita odam o'g'irlashligi bilan harom bo'ldi. Bu qurbonlikni Alloh qabul qilmadi. Shuning uchun aroqdan topib berilgan zakot ish emas. Sutqonlikka pul berib sadaqa qilayotgan odamning sadaqasi sadaqa emas. Nima deydilar? Deyapti, aroq magasini sotayotgan ayol. Nima harom aroq deyapti. Biz bu puldan zakot beramiz haliga deyapti. Shuning uchun biz qilayotgan ibodatimiz, mana shunday bir moliy ibodatlarimiz, zakotimiz, sadaqamiz, qaraylik. Agar harom aralashgan bo'lsa, Alloh taolo bu zakotni, bu sadaqani qabul qilmaydi. To'rtinchidan, ummati Muhammadning zaifligini ko'rib, ojizligini ko'rib, Alloh taolo bu ummatga g'animalarni halol qilib berdi. Darsimizga nihoya yetamiz. Alloh taolo aytadi: "Tafarrag li ibadati." Ey odam bolasi, qalbingni meni ibodatimga bo'shatib qo'y. Ko'ksingga rozilikni beraman, qo'lingga barakatni beraman. Agar shunday qilmasang, norozilik bo'ladi mana bu joyda. Qo'li umrining oxirigacha ish bilan ovora bo'ladi, lekin hayotidan bir xotirjamlik topmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "G'aza nabiyyun minal anbiya'i faqala liqawmihi." Bir nabiylardan bo'lgan bir nabiy, anbiyolardan biri o'zining qavmi bilan Alloh yo'lida g'azot qildi. O'zining qavmiga shunday dedi: "La yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabin biha." Nikohlanib, ammo hali ayoliga yaqinlik qilmagan biron kishi ham wala ahadun bana buyutan wa lam yarfa suqufaha, uy qurib hali tomini ko'tarmagan biron kishi ham wala ahadun ishtara g'anaman aw hilfatin wa huwa yantadiru wiladaha, va qo'y yoki tuya sotib olib uni tug'ilishini kutayotgan biron kishi ham menga ergashmasin. Ya'ni g'azotga chiqib ketar ekan bu payg'ambar, hadislarning sharhida keltiriladi, bu payg'ambar Yusha ibn Nun alayhissalom. Musa alayhissalomning vafotidan keyin Banu Isroilning ishini boshqargan payg'ambar Yusha ibn Nun. Baytul Maqdisni Amalik qabilalaridan qaytarib olishlik uchun Banu Isroilga jang qilib borganligi haqida mana shu hadis aytiladi. Men bilan mana shu g'azotga ketayotganlar ichida nikohlanib, lekin hali ayoli yaqinlik qilib ulgurmagan bo'lsa, bu odam erchimasin. Yana bir odam erchimasinki, uy solgan, bitkizmagan, tomini yopmagan. Bu odam ham menga erchimasin. Hamda bir odam erchimasinki, hayvon sotib olgan, bugun tug'adi, ertaga tug'adi deb kutib turibdi. Mana shu odam ham menga erchimasin dedi. Faghaza fadana min al-qaryati aw qariban min zalik. Ana shu nabiy jang qilib shaharga yaqinlashdi. Bu kishi yaqinlashgan paytda asr vaqti bo'lib qoldi. Mana Banu Isroilning shariatiga ko'ra, ular juma kuni ishlaydi, shanba kuni biron bir ish qilmaydi.
Shanba yahudlarning bayrami, dam olish kuni. Yahudlarning bayrami shanba kunidir. Endi bu jang qilib, g'alaba yaqin bo'lib, shaharni qo'lga kiritishga yaqin bo'lgan vaqt juma kunida asr vaqtida bo'ldi. Juma kuni asr vaqtiga borganda g'alaba ko'rinib qoldi. Agar kun botib ketadigan bo'lsa, shanba kirib qoladi. Bu yahudlar Banu Isroil jang qilmasdan to'xtashligi kerak. G'alaba ham bekorga chiqib ketadi. Shunda bu payg'ambar quyoshga qarab turib, botib ketayotgan quyoshga qarab turib, innaki ma'muratun va ana ma'mur. Sen ham ma'mursan, buyurilgansan botishlikka. Men ham ma'murman shu jangni qilishlikka. Allohumma mahbisha alayna. Parvardigor uni biz uchun to'xtatib bergin dedi. Va Alloh taolo mana shu payg'ambarning duosini ijobat qildi, quyosh botmay to'xtab turdi. To shaharni egallab, tamomiy mana shu payg'ambarning qo'l ostiga hukmiga o'tguniga qadar quyosh botmay turdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, albatta quyosh biron bir kimsa uchun to'xtatilgan emas, faqatgina Yusha uchun Baytul Maqdis tomonga qarab yurgan kunlarda to'xtatilgan dedi. Shunday qilib Alloh taoloning mo'jizasi bilan bu payg'ambar shaharni qo'lga kiritdi. Endi siz bilan bizni shariatimizda jangda tushgan o'ljalar halol qilindi. Ammo avvalgi ummatlarda janglarda tushgan o'ljalar, ular to'plagan, ularning qo'liga tushgan o'lja bir olov kelar edi, uni kuydirib tashlardi. Bu payg'ambarning shariatida ham mana shunday edi. G'animalarni to'plashdi, birortasiga halol emas olishlik, uni o'rtaga olib kelib qo'yishadi, Alloh tomonidan bir olov keladi, kuydirib ketadi. Qobil va Hobil qissasiga qaraydigan bo'lsak, birodarlar, ikkala aka-ukaga qurbonlik qilishlik buyurilgan. Ikkala aka-uka qurbonlikni olib kelib qo'ydi. Ukasi Hobilning qurbonligini bir olov kelib kuydirib yo'q qildi, Qobilnikini esa kuydirmadi. Mana shu hasadi sababli ukasini qatl qilgan edi. Demak, avvalgi ummatlarda mana shu o't kelib kuydirib ketar edi, o'ljasini yoki qurbonligini. Ular g'animalarni to'plab qo'yishdi, o't kuydirib yeb ketishligi uchun, ammo biror narsani o't kuydirmadi, o't tegmadi. Shunda payg'ambar ularga qarab, infikum ghalulan falyubayni kullu min kulli qabilatin rajulun. Ichingizda g'animadan o'g'irlagan odamlar bor ekan. Har bir qabiladan bitta odam kelib menga bay'at bersin dedi. Shunda qavmlardan ana shu har bitta qabiladan bitta odam keldida payg'ambarning qo'lini qo'yib bay'at berdi. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Ana shu bay'at bergan kishilardan bittasini qo'li bu nabiyning qo'liga yopishib qoldi. Faqol fikum ghalul. O'g'ri sizlardan ekan dedi. G'animani o'g'irlab olgan odam sizlardan ekan. Faltuba ya'ni qabilatuk. Sizni qabilangiz dedi, qo'li yopishib qo'ygan odamga hammasi kelib menga bay'at bersin dedi. Shunday qilib mana shu hozir qo'li yopishib qo'ygan kishining qabilasidan bo'lgan hamma kelib nabiyning qo'liga qo'lini qo'yib bay'at berdi. Falaziqat yadu rajulayni aw thalathatin biyadihi. Faqal fikumul ghalul. Ikkita yoki uchta odamning qo'li payg'ambarning qo'liga kelib yopishib qoldi. O'g'irlik sizlarda ekan dedi. Sizlar o'g'irlabsizlar g'animadan dedi. Shunda ana shu o'g'irlik qilgan kishilar sigirni boshida keladigan bir bosh oltinni olib yerga qo'yishdi. Fawazauha faja'atin nar fakalatha. Ana shu oltinni ham olib kelib qo'yganlaridan keyin olov keldida bu g'animalarni hammasini kuydirib tashladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Summa ahallallohu lanal ghanaima wa ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana." So'ngra Alloh taolo bizlarga dedi payg'ambarimiz ummati Muhammadga g'animalarni halol qildi. Bizning zaifligimiz va ojizligimizni ko'rib g'animalarni bizga halol qildi. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ummatidan boshqa hamma ummatlarga jangda tushgan o'ljalar halol bo'lgan emas. Endi bundan qanday xulosalar olinadi? Hadisda avvalida quloqlarga bir ajib tuyulgan bo'lsa kerak. Uylanib, nikohlanib, lekin ayoliga yaqinlik qilmagan, tom solib, hali yopib tugatmagan, hayvon sotib olgan, tug'ishini kutib turgan odam menga erchimasin dedi. Nima uchun? Chunki Alloh uchun qilinadigan bu jangda, Alloh uchun qilinayotgan ibodatda
insonni chalg'itadigan ishlar bo'lmasligi kerak. Yo butmagan uy kallada bo'lmasligi kerak g'ami. Hayvonning nima bo'ldi ekan deb turib, g'am bilan turadigan bo'lsa, inson ibodatni xolis qila olmaydi, birodarlar. Payg'ambar o'zini qavmini qalbi faqat Alloh bilan ovora bo'lishligi kerakligini mana shu so'zi bilan bayon qildi. Demak, Alloh taoloning ibodatida inson turganda qalbi, hayoli, fikri chalg'imasligi kerak. Ha, unda tomni tutkizmasdan turib namoz o'qish kerak emas ekanda degan xulosa kelmasin. Aksincha, musulmon odam agar qalbini Allohga topshirsa, Alloh taolo hamma g'am tashvishini zimmasiga olishini va'da bergan. Alloh aytadi: "Ya ibn Adam, tafarrag ibadati." Siz bilan bizga aytayapti: "Ey odam bolasi, qalbingni menga bo'shat. Qalbingni menga bo'shat, ko'ksingga rozilik degan boylikni beraman. Qo'lingga barakot beraman. Agar unday qilmaydigan bo'lsang, qalbingga norozilik beraman. Qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman." Hech qachon bir ikki olmaydi bu odam. Qalbni Allohga topshirsak, bitta g'am, Allohning qulchiligini zo'r qilishlik g'amini zimmamizga olsak, boshqa hamma g'amimizni Alloh azza va jalla o'zining zimmasiga oladi. Ayyub alayhisalomni eslamaymizmi? Hamma yo'qolib qo'ydi Alloh taolo. 7 ta o'g'il, 7 ta qizini. Hamma xotinlari ketib qoldi bittadan tashqari. Alloh taolo sog'ligini olib qo'ydi, hurmatini olib qo'ydi. G'am Alloh bo'ldi. Ketib qoldi pulim, qana qilib sog' bo'laman, qana qilsa men hurmatimni topaman deb bo'ladi, birortasini g'am qilmadi. Tili faqat zikrda bo'ldi. 18 yil xotini ko'tarib yurdi. Biror marta bu narsani tashvishini qilmadi. Endi Alloh taoloning marhamati qanday bo'ldi? Hamma g'amini Alloh o'zining zimmasiga oldi. O'rko'z berishlik, oyog'ini yerga urdi, suv chiqdi. Hada muhtasalun baridun va sharob. Bu ichiladigan va yuviniladigan suv dedi. Ichdi, ichidagi dardi ketdi. Yuvindi, ustidagi dardi ketdi. Va Alloh taolo u kishining ustiga boyligini qarang, qana qaytarib berdi. Rijli jarob. Chigitgani ko'rgansizlar, osmon to'ldirib tushdi. Ana shu bir dunyo chigitga keldi, yerga hammasi to'kildi. Har bittasi oltindan edi. Oltinni shuni yig'ib oldi, boyligi ham, sog'ligi ham, yoshligi ham, hurmati ham bir vaqtda qaytdi. Ukalar, Allohning g'amini birinchi o'ringa qo'yaylik-da, ishonaveringlar. Qolgan g'aminglar Alloh taoloning zimmasiga bo'ladi. Payg'ambar shuni deyapti: Allohning g'ami bilan, Allohning ibodatini, qulchiligini g'ami bilan yur, Alloh taolo g'alaba beradi har bir holatda. Birodarlar, siz bilan bizni ustimizda qanday bir buyruq va qaytarg'ilarni bilishimiz lozim bo'lsa, shariatimiz siz bilan bizga bildirildi. Har bitta nafs o'zi uchun taqdirda peshonasida yozilgan narsadan oshiqcha narsani olmaydi, kamini ham olmaydi. Peshonasiga yozilgan narsani hammasini ko'rmagunicha ajali kelmaydi. Ammo inson peshonasiga yozilgan narsani olishligi o'zini ozgina harakatiga bog'liq. Ozgina harakatiga bog'liq va Alloh taoloning doimiy toatida turishiga bog'liq. Ozgina mehnat qilamiz, Allohning qulchiligini zo'r qilamiz, g'am qilmaymiz. Bir Allohning valilaridan o'zini qilgan nasihati bor ekan, o'zini o'g'liga qilgan nasihati taqvo deydi bu kishi. 3 ta narsada ko'rinadi. Diqqat qilaylik. Kelmagan narsani chiroyli tavakkul bilan kutish. Orzu qilyapsiz, yetay deyapsiz, boray olay deyapsiz, g'am qilyapsiz. Kelmagan narsani tavakkalga topshirib qo'yishlik bilan. Tavakkal Allohga beradi. Bu yo'q Allohga tavakkal. Kelgan narsaga rozilik bilan qabul qilinsa. Keladigan narsaga tavakkal qilish, kelgan narsaga rozi bo'lish, o'tib ketgan narsaga sabr qilish. Shuning uchun Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: "Qaysi holatda tong ottiraman, menga farqi yo'q" deydi. Menga yoqadigan holat bo'ladimi, yoqmaydigan holat bo'ladimi, farqi yo'q deydi. Chunki men bilmayman-da, men uchun yaxshilik menga yoqadigan kundami yoki menga yoqmaydigan kundami? Uni kim biladi? Demak, birinchi olinadigan xulosa, Allohning qulchiligini qilayotgan odam qalbi faqat Alloh bilan ovora bo'lishligi kerak. Ikkinchidan,
avvalgi ummatlarning barchalariga g'anima halol bo'lmagan edi. Ularning g'animalarini o'pkalib kuydirib ketar edi. Ikkinchidan, Alloh taolo faqat pokiza narsani qabul qiladi, birodarlar. Mana boyagi g'anima tushdi, halol edi. Lekin ikkita odam o'g'irlashligi bilan harom bo'ldi. Bu qurbonlikni Alloh qabul qilmadi. Shuning uchun aroqdan topib berilgan zakot ish emas. Sutxonlikka pul berib sadaqa qilayotgan odamning sadaqasi sadaqa emas. Nima deylar? Deyapti, aroq mayyasini sotayotgan ayol. Nima harom aroq deyapti. Biz bu pulidan zakot beramiz har yili deyapti. Shuning uchun biz qilayotgan ibodatimiz, mana shunday bir moliy ibodatlarimiz, zakotimiz, sadaqamiz qaraylik. Agar harom aralashgan bo'lsa, Alloh taolo bu zakotni, bu sadaqani qabul qilmaydi. To'rtinchidan, ummati Muhammadning zaifligini ko'rib, ojizligini ko'rib, Alloh taolo bu ummatga g'animalarni halol qilib berdi. Darsimizga nihoyasimiz, Alloh taolo aytadi: "Tafarrag li ibadati." Ey odam bolasi, qalbingni meni ibodatimga bo'shatib qo'y. Ko'ksingga rozilikni beraman, qo'lingga barakatni beraman. Agar shunday qilmasang, norozilik bo'ladi mana bu joyda. Qo'li umrining oxirigacha ish bilan ovora bo'ladi, lekin hayotidan bir xotirjamlik topmaydi. Qala intalaqa nafarun min ashabin nabiy sallallohu alayhi va sallam fi sufratin safaru hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab. Abu Said al-Hudri roziyallohu anhu rivoyat qilib aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir necha sahobalari safar qildilarda, arab qabilalaridan bir qabilaga to'xtadilar. Fastazafuhum fa abaw an yuzayifuhum. Sahobalar ana shu o'zlari to'xtagan qabila kishilaridan mehmon qilishlarini talab qilishdi, ular bosh tortishdi. Faludiga sayyidu zalika al-hayy fasa'u lahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu shay'un. Bu sahobalarni mehmon qilishlikka bular ko'nmadi. Qishloqdan chiqib ketishdi tashqariga. Va mana shu kechasi, mana shu tunda shu qabila boshlig'ini chayon yoki ilon chaqib oldi. Ular har yoqqa yugurishdi, qo'llarida bor chorani qilib ko'rishdi, lekin foyda bermadi. Shunda ana shu qabila kishilaridan ayrimlari o to'xtagan odamlarning oldiga boringlarchi. Ehtimol ularda bir dori yoki biror bir chora bordir. Fa atawhum faqalu ya ayyuhar raht inna sayyidana ludiq. Ular ana shu qishloqning bir chekkasida turgan yoki qishloqning tashqarisida turgan kishilarga borib, sahobalarga borib, ey qavm, bizni sayyidimizni bir narsa chaqib oldi, ilonmi, chayonmi, chaqib oldi. Biror narsa nafi bo'lmayapti. Sizlarda bir chora, biror bir iloj, dori bormi deb so'radi. Shunda sahobalardan biri aytdi: "Qala ba'duhum, na'am, wallahi inni la urqi, walakin istazafnakum falam tuzayyifuna, fama ana biraqin hatta taj'alu lana ju'lan fasalahuhum ala qati'in min al-ghanam." Sahobalardan biri aytdi: "Ha," dedi. "Men dedi, ruqiya o'qiyman, Allohga qasam," dedi. "Ammo men dedi, to meni qiladigan xizmatimni, haqqini to'lab bermaguninglarcha o'qimayman ruqiyani," dedi. Chunki sizlardan mehmondoshlikni so'raganimizda sizlar unamadinglar dedi. Chunki qadimda ham, hozirda ham bu mehmon kelganda uni qornini boqishlik mehmonga ko'rsatilgan saxovat emas, mehmonning haqqi hisoblanadi. Shariatimizda ham uyingizga kelgan mehmon 3 kungacha sizning uyingizda tunab ovqatlanishga haqqi bor. Bu mehmonlar, sahobalar ana shu qabila kishilardan o'zlarining haqlarini so'ragan edi. Bizning haqqimiz, bizni mehmon qilinglar deganda bosh tortdi. Shuning uchun aytayapti, endi men ham bekorga o'qimayman deyapti. Bir to'p qo'yni mana shu qilgan xizmat uchun berishlikka kelishdi. Ruqiya o'qib dam solib qo'yadi, bir poda qo'yib beradi. Fantalaqa yadfulu alayhi va yaqra'u alhamdulillahi robbil alamin fakannama unshita min iqalin fantalaqa yamshi va ma bihi illatun. Bir sahoba bordida, boyaga ruqiya o'qiyman degan odam borib, haligi odamga yengil tuflab, dam solib, alhamdulillahi robbil alamin o'qidi. Fotiha surasini o'qidi, yengil tuflab dam solib ruqiya o'qidi. Bu qavmning sayyidi tez o'rnidan turdi. Xuddi bir dardi yo'qdi, shart turdi, yurib ketdi.
So'ngra ular bu sahobalarga va'da qilgan bir to'p qo'yni berishdi. Shunda qo'yni o'zlariga olishib olib, ayrimlar aytdiki, endi bo'lamiz deydi. Taqsim qilamiz dedi. Shunda boyaga ruqyani o'qigan sahoba Rasulullohga borib, Rasulullohning oldiga borib, bo'lgan narsani aytmagunimizcha, bizga nima buyurishini eshitmagunimizcha bo'lmaymiz dedi. Rozi bo'lishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelganlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Va ma yudrika annaha ruqya." Buni ruqyaligini qayerdan bildingiz dedi. Dedi-da kuldi. Kulib turib, bo'linglar dedi, taqsim qilinglar, menga bir qismini beringlar dedi. Hadis nihoyasiga yetdi. Mana endi hadisdan olinadigan saboq. Hadisdan olinadigan saboqlar. Sahobalar bu qishloq ahli ularga bir muruvvat, saxovat qilmasa ham ularga yaxshilik qilishaverdi. Chunki bular musulmon edi. Bular Alloh taoloning buyrug'iga amal qiladigan qavm edi. Alloh nima degan edi? Idfa billati hiya ahsan fa idhallazi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Siz deydi Alloh taolo, har qanday yomonlikni eng go'zal so'zlar bilan daf qiling. Ya'ni yomonlik qilgan bo'lsa ham chiroyli so'z gapiring, chiroyli muomala qiling. Shunda banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bor bo'lgan kimsa qaynoq, sodiq do'st kabi bo'lib qoladi. Senga yomonlik qilganga yaxshi muomala qilaver, zo'r do'stingga aylanib qoladi. Hozir odamlar bir-birini kechirib qo'yishlik kamayib ketgan. Unaqa yomon muomala qilsa, yaxshi gapirishib, zaiflik belgisi bo'lib qolgan. Sizga birov qo'pol gapirsa, sizni dilingizni og'ritsa, siz yana bunga bir kamtarlik qilib, kechirimli qilib gapirsangiz, go'yoki undan bir qo'rqayotgan bo'lib ko'rinasiz. Shunaqa kasal avj olib ketdi. Sahobalar ularga muruvvat qilishdi. Ikkinchidan, Fotiha surasi bilan o'qib dam solinganida mana shu zaharli gazandani zahariga dori bo'ldi. Birodarlar, Qur'on Allohning izni bilan shifo bo'ladi. Qur'on o'qib dam solishlik bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalardan vorid bo'lyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu narsani to'g'ri bo'lganligini aytayapti. Qur'on faqatgina sehr yoki bir hasharotlar chaqqandagina dori bo'lib, boshqa kasallarga dori bo'lmaydi desak, qattiq xato qilamiz. Mo'min kishini hamma dardiga shifo bo'ladi. Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Ibn Mojadan keltirilgan hadis, Ali roziyallohu anhudan, qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Xoyrud davai al-Qur'an." Dorilarning eng yaxshisi bu Qur'on degan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu narsani borligini mana o'zi isbotlab turibdi. Ana shu dam solgan odam shu solgan dam uchun pul olishi mumkin ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayapti, to'g'ri qilsizlar deyapti. Endi ona va qo'ylarda bo'linglarda menga bir qismini beringlar deyapti. Bu o'qigan Qur'oniga emas, solgan damiga olyapti. Musibat nimada desangiz, musibat dam soldirishlik kerakligiga hamma ma'qul, ammo kimga borib dam soldirish kerak? Baxshilar bor. Baxshilar bizning tilda bu baxshiga borishlik birodarlar shirk amali. Lekin hech qaysi baxshi men baxshiman demaydi. Oldiga Qur'on qo'yib oladi, tasbih qo'yib oladi. Xullas, sizni ko'zingizni quvontiradigan holatda kutib oladi. Mana endi ro'paringizda dam solaman degan odam, baxshimi yoki baxshi emasmi? Farqlari. Baxshi sehrgar kasalni biron narsasini talab qiladi. Sochidan bir qirqimni, ro'molchasini, kiyimini bir parchasini shuni olib keling deydi. Yana bitta alomati ichiga raqamlar yoki harflar, so'zlar yozilgan, 3 buklangan, 4 buklangan qog'oz beradi qo'lingizga. Yana bitta belgisi kasalning ismini so'raydi, onasining ismini so'raydi. Yana belgilardan bittasi siz tushunmaydigan so'zlarni aytadi. Udur qiladi, esiz yo duo emas payg'ambarimizdan sodir bo'lgan, bor. Payg'ambarimizdan ma'sul duo emas yoki Qur'on oyati emas. Udur qiladi. Ba'zida siz aytmay turib ismingizni aytib beradi. Qayerdan kelganingizni aytib beradi. Hatto mushkulingizni ham aytib beradi.
ichimdagini topdi deydi. Ixlos oshadi. Bu baxshilar, sehrgarlar jinlarni ishlatadi. Bu jinlar siz haqingizda ma'lumot yig'ib kelib, unga berib turgan bo'ladi. Yana bitta alomati bemorga kuydirish uchun, tutatish uchun, cho'ktirib yuborish uchun, kuydirib yuborishlik uchun bir narsa beradi. Qog'ozmidi, cho'ppidi, ipidi bir narsa beradi. Mana shu ham baxshiligini alomatlardan bittasi. Ayrim holatlarda muayyan bir hayvonni olib kelishingizni talab qiladi. Xo'rozmidi, qo'ymidi. Yana bitta alomati ba'zida ana shu kohinlar, baxshilar, sehrgarlar bemor odam borganda 3 kun yuvmay turing, bir hafta suvga bormay turing, bir oy cho'milmay turing degan shartlarni qo'yadi. Mana shu aytilgan 8 ta va boshqa siz bilan biz bilmagan shartlar borki, shularga qarab turib, ro'paramizdagi odamlar baxshimi, baxshi emasligini ajratib olishimiz mumkin. Ajib, nimaga boradi bu baxshini oldiga desiz, ishlarni yurgizib olish uchun boradi. Birodarlar, aqlimizni ishlatib ko'raylik. Agar bu sizni ish yo'llaringizni ochib yuborishi mumkin bo'lsa, sizni ishlaringizni yurgizib yuborishi mumkin bo'lsa, o'zinikini yurgizib yubormaydimi? Sizni bergan 50 so'm, 100 so'm yana qancha beradi? Qancha beradi? Bilmaysizlarmi? Ana shu yana qimmat mashina mingan, zo'r kiyingan mansabdor odamlarni o'shanaqalarda eshikda navbat kutib turganligini ko'rasiz. Bu nimaning belgisi? Robbisini tanimaganligini, iymondan, islomdan, ilmdan uzoq ekanligini belgisi. Namozxon bo'lgan, dindor bo'lgan, dinini tushungan odam ularni eshikdagiga qadamizni qilmaydi. Chunki amallarini habada bo'lib ketishidan qo'rqadi. Endi Qur'on bilan dam soluvchi, Qur'on bilan ruqiya o'quvchi kimsani alomatlari. Odatda Qur'on suvga o'qib dam solib beriladi ishda. Suvga dam solishlik bor. Asalga dam solinadi yoki zaytunga Qur'on o'qib dam solinadi. Ikkinchidan bemorni namoz o'qiysizmi, o'qimaysizmi deb so'raydi bunaqa bir solih bir qori, Qur'on o'qiydigan odam. Agar o'qimasa namoz o'qiysiz deb shart qo'yadi. Chunki Qur'on birodarlar, mo'min kishilarga shifo. Alloh aytadi: "Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin." Biz mo'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Kim uchun? Mo'minlar uchun shifo va rahmat. Shifo va rahmat. Shuning uchun unaqa baxshi bo'lmagan qoriga namoz o'qing deydi. Nariga namoz o'qishingizni so'ramaydi. Keyingisi, agar bunday bir solih qori bo'ladigan bo'lsa, ayol kishi bemor bo'lsa, shar'iy libosda kelishini talab qiladi. Va birorta bir mahramingiz bilan keling, yolg'iz kelmang deydi. Bu ham uni baxsh emasligining bitta alomati. Boyagilarga farqi yo'q. Keyingi belgisi, agar bir tabibga, doktorga borgan bo'lsangiz, doktorga bordingizmi deydi. Natijasi nima bo'ldi deb so'raydi. Sahringiz bormi, yuragingiz og'riydimi, so'raydi bu narsani. Hamda bunday inson solih bir qori, solih ruqiyachi, ruqiya qilib bo'lganidan keyin bemorga zikrda bo'ling, Qur'on tilovatini qiling, duolarni o'qing, o'zingizni qo'rg'onlab yuring deb nasihat qiladi. Mana baxshi bilan baxshi bo'lmagan odamni bir qancha farqlari. Lekin shifo Allohdan ekanligi mo'min odamga iymon keltirgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalarida mana shunday bir voqea sodir bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bir kishi sahroda ketib borar ekan, sahroda to'satdan osmondagi bulutdan bir ovoz eshitdi. U bulutdagi ovoz falonchini bog'ini sug'or dedi. Ana shu bulut bir chekkaga surildi-da, bir tog'li bo'lgan joyga yog'di. Ichidagi suvni bo'shatdi. Fayda sharjatun min tilka shiraji qad istawa'abat zalika al-ma'a kulluhu fatatabba al-ma'. Bu suvni hammasi ana shu tog'ni yoki toshlar joyiga yoqqanidan keyin bitta ariqqa jamlandi. Xuddi birov uni boshqarayotgandek va suv jamlanib pastga qarab oqdi. Fa idza rajulun qa'imun fi qadiqatihi yuhawilu al-ma'a bi mishatihi. Ana shu aradan oqib borgan suv bir bog'ga kirdi. Payg'ambarimiz aytadilar, bu bog'da turgan bir kishi bu suvni o'zini qo'lidagi asbobi bilan boshqarardi, u yoqqa bu yoqqa ochardi. Shunda boyagi bulutdagi ovozni eshitgan kishi taajjublanib bordi-da, haligi bog'dagi kishiga qarab,
"Ey Abdulloh" dedi. "Isming nima?" dedi. Bog'dagi kishi falonchi dedi-da, bulutda aytilgan odamning ismini aytdi. Ya'ni shu odam edi. Shunda faqala lahu ya Abdulloh, "Lima tas'alni an ismi?" Bog' egasi so'radi, "Nimaga meni ismimni so'rayapsiz?" dedi. Shunda bulutdan ovoz eshitgan kishi aytdi, "Inni sami'tu sawtan fi as-sahabi alladhi huwa hama'uhu yaqulu isqi hadiqata fulanin li ismika, fama tasna'u fiha." Mana bu bulut kelib senga suv quydi. Shu bulutdan shunday bir ovozda eshitdim. Seni ismingni aytib turib, shu odamning bog'iga suvini to'kkan, shu odamning bog'ini sug'orgin deganini eshitdim dedi. Bu bog'ing bilan nima ish qilasan dedi. Ya'ni ne bir karomating borki, suv seni nomingni aytib kelib quyyapti. Boshqa yerga yog'mayapti yomg'ir. Bu hadis Sahih Muslimdan qaytarib aytaman. Bog' egasi qala amma iz qulta hada fa inni anzuru fi ila ma yakhruj minha. Endi so'rading aytaman deyapti. Albatta men bu bog'dan chiqadigan narsani qarayman. Hosiliga qarayman. 3dan birini sadaqa qilaman. 3dan birini o'zim, oilam bilan yeyman, 3dan birini bog'ni o'ziga qaytaraman dedi. Hadis nihoyasiga yetdi. Mana bu hadisdan qanday xulosalar, qanday bir ibratlar olinadi? Birinchidan, mana boyagi kishi bulutdan chiqqan ovozni eshitdi. Bu karomat deyiladi, birodarlar. Karomat bilan mo'jizaning farqi bor. Mo'jiza faqatgina payg'ambarlarga berilgan. Bu mo'jiza shunday narsaki, Alloh azza va jalladan boshqa hech kim qila olmaydigan ish. Odam bolasi ojiz bo'lgan ish. Qaytarib aytamiz, bu faqat payg'ambarlarga berilgan. Ammo karomat bor, karomat haq. Masalan, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davrlarda musulmon qo'shini bir joyda jang qiladida, dushman ularni orqa tomondan aylanib o'tib qamal qilib qo'yishi xavfi bo'ladi. Mana shu sariya xabari yo'q turganida bir necha ming kilometr bu yoqda Madinada o'tirgan Umar ibn Xattob odamlarga xutba qilyotib turib, to'satdan xutbasini buzib, "Ya sariyatal jabal, ya sariyatal jabal" deydi. Ya'ni qo'shin toqqa chekininglar, qo'shin toqqa chekininglar. Shuni aytib o'rganni sezmaydi. Va mana shu aytilgan ovoz ana shu qo'shinning amiriga yetib boradi. Bu mo'jiza emas, bu karomat. Qo'shin toqqa qarab chekinadi, shu sababli mag'lubiyatdan qutulishadi. Kelib mana shunday ovozni eshitdi deganida Madina ahli Umar ibn Xattob shu narsani aytganligini aytishadi. Karomat bor narsa. Alloh taolo o'zining valilariga bu narsani ko'rsatadiki, o'zini qudratini Alloh taolo bandalari ko'rishligini, mana shu narsa bilan ko'rishligini xohlaydi. Usmon roziyallohu anhu kunlarda birida bir majlisda o'tirganida bir odam kelib o'tirdi. Usmon majlisiga roziyallohu anhu. Orqasidan yana bitta odam keldi. Bir necha odam kelgandan keyin Usmon roziyallohu anhu aytdiki, "Hozir oldinglarga ko'zida zino alomati bor odam bir kirdi" dedi. Bitta odam kirdi, zino qilib keldi ko'zi bilan. Shunda "Avahyum badan nabiy", bu payg'ambardan keyin vahiy kelyaptimi dedi. Odamlar. Usmon roziyallohu anhu aytdilar, "Yo'q, bu mo'minning farosati" dedi. Demak, karomat bor. Allohning bir solih valilariga, do'stlariga Alloh taolo mana shunday bir karomatlarni ko'rsatadi. Hozir biz aytgan kishi ham bulutdagi shu ovozni eshitdi. Ikkinchi olinadigan xulosa, yomg'ir bu hayot. Suv bu hayot. Alloh taolo osmondan suvni tushirib, o'lik yerni tiriltirishligini aytadi. Inson jasadining necha foizi suvdan iborat edi? Ulamolar ixtilof qilib qolishdi. Necha foiz kelinglar, ittifoqqa kelib olaylik. 70, 90, 100%. 100% suv bo'lsa, qana turib suv ekan. Muhimi insonning aksar qismi suvdan iborat. Demak, osmondan tushgan suv siz bilan bizni tirikligimizni ta'minlaydigan Alloh taoloning bir karomati, mo'jizasi. O'zi olimlarning kashfiyotlariga nazar solsangiz, suvni o'zini tirik narsa deb aytishyapti. Suvni stakandagi suvga yaponiyalik bir olimning tadqiqotini gapiryapti. Sen yomonsan, men seni yomon ko'raman deb suvga qattiq xunuk gaplarni gapirib turib, muzxonaga qo'yib muzlatib, shuni muzidan ko'chirib olib mikroskopda ko'rsa, haligindagi chizilgan kristalni rasmi nihoyatda bir badbashara xunuk bo'jalgan surat bo'lyapti.
Yana xuddi shu boshqa suvda olib turib, men seni yaxshi ko'raman, sen chiroylisan, sen yaxshisan deb turib, muzlatib kristallansa, buni naqshi boshqacharoq chiqyapti, go'zalroq. Suv o'zi tirik narsa deyapti olimlar. Va yomg'ir Alloh taoloning bergan ulug' ne'matlaridan. Va yomg'irni qachon, qayerga, qancha yog'ishini faqat Alloh biladi. Unda aytib berishyapti-ku. Tog'li rayonlarga sel yog'ishlik xavfi bor deydi. Haqiqatan yog'adi. Biz karomat deganda halol haromni taniydigan, 5 mahal namozda, ibodatdagi mo'minni tushunamiz. U namozdan bexabar ichib, daqa qilib yurgan odamni karomat demaymiz unikini. Ular Alloh taolo bergan ilmdan, tajribadan foydalanib, bulutni yushiga qarab turib taxmin aytayapti. Ular ham aytadi, 100% demaydi. Yo'qsa yo'qadi, yo'qmasa yo'q deydi. Bu yomg'ir qayerga, qancha, qachon yog'adi Alloh taolo o'zi biladi. Chunki yomg'ir qachon, qayerga, qancha yog'ishligi Alloh taolo o'zini huzuriga olib qo'ygan 5 ta ilmdan bittasiga kiradi. Hech kimga bildirmagan. Innalloha indahu ilmus saati. Qiyomat soati qachon bo'lishini ilmi faqat Allohning huzurida. Va yunazzilul g'oyz. Yomg'irni ham o'zi tushiradi. Hech kim bilmaydi qayerga qancha yog'ishini. Va ya'lamu ma fil arham. Onaning qornidagi bolalarni chiroylimi, xuniymi, aqli rasomi, noqismi, buni ham Alloh biladi. Va ma tadri nafsun mada taksibu g'ada. Nafs ertaga nima topishligini ham bilmaydi. Parvardigor biladi buni. Va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Va nafs ertaga qayerda o'lishligini ham bilmaydi. Ana shu Alloh taolo hech kimga bildirmagan 5 ta ilmda bittasi yomg'ir ilmi. Buni faqat kim biladi? Alloh biladi. Uchinchidan, musulmon odam ro'parasidagi birodarini ismini bilmasa, "Ey Abdulloh" deyishi mumkin ekan. Bu mana shu bandaga nisbatan ikrom, hurmat. Allohning quli deb turib, bu qulni Allohning ismiga izofa qilishligi. Birodar deymiz-ku. "Ey Abdulloh" desa, demak bo'lar ekan. To'rtinchidan, musulmon odam o'zini savobli amallarini albatta berkitib yashirib yuradiki, riyo, sun'a aralashib qolmasin deydi. Berkitib qiladi amalini. Ammo agar odamlar ibratlanishligi uchun so'raydigan bo'lsa, so'rashsa, aytishligi ixlosga xilof emas. Chunki boyaga kishi kelib, "Nima seni bir ishing bor? Seni atingni aytib turib yomg'ir kelib yog'yapti" deganida qilgan ishini aytdi. Bizda so'ramasa ham gapiraveramizda. Demak, so'raganda ibrat uchun so'ralsa, aytsa bo'lar ekan. Ungacha nima qilmaslik kerak ekan? Ko'z-ko'z qilmaslik kerak ekan. Bu hadisda miskin va faqirlarga xayr ehson qilishning fazilati haqida bir gap aytib o'tildi. Ya'ni qarang, 3dan birini tarqataman deyapti. 3dan birini bola chaqam bilan yeyman, 3dan birini bog'da o'zga sarflayman deyapti. Demak, bu solih kishiga yomg'irni ismi aytilib qo'yilishigini sabablardan bittasi yetim yesirda haqqini o'zini bog'idan chiqarib beradi. Shuning uchun umuman dunyo topayotgan, tijorat bilan shug'ullanayotgan akalarimizga ham aytiladigan narsa. Qo'lida dunyosi bormi, kambag'al bechorani haqqini bersin. Bu o'rinda Qur'oni Karimdagi Qalam surasiga murojaat qilsak, Alloh taolo bog' egalarini qanday balolaganligini xabarini beradi. Astagfirullah, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza aqsamu la yasrimun